Washington Post manbalariga tayanib, Pentagon Eronda quruqlik amaliyoti o'tkazishga tayyorlanayotgani haqida yozdi. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, Pentagon tomonidan ko'rib chiqilayotgan variantlarning hech biri keng ko'lamli bosqinni nazarda tutmaydi. Harbiylar tayyorlanayotgan operatsiyalar faqat savdo va harbiy kemalarni o'qqa tutuvchi qurollarni yo'q qilish maqsadida Hormuz bo'g'ozi sohilidagi hududlarda maxsus kuchlar va oddiy piyodalar ishtirokidagi cheklangan reydlarni, shuningdek, Eron neftining asosiy eksport markazi bo'lgan Xarq orolini egallab olishni o'z ichiga oladi. Nashr hech qanday quruqlik missiyasi AQSh harbiylarini xavf ostiga qo'yishi, ular raketa va dronlar hujumiga, quruqlikdagi o't ochish va qo'lbola portlovchi qurilmalar orqali sodir etiladigan portlashlarga duchor bo'lishi mumkinligini qayd etgan. The Washington Post suhbatdoshlaridan biri amaliyot bir necha oyga cho'zilishi mumkinligini ta'kidlagan. Shu kunlarda AQSh harbiy dengiz kuchlarining Tripoli nomli desant kemasi 4000 ga yaqin dengiz piyodalari bilan Yaqin Sharqqa yetib kelgandi. Bundan tashqari 82-havo desant diviziyasi harbiy xizmatchilari ham yo'lga chiqish uchun jangovar shay holatda turibdi.